6-7 asrlarda Turon xalqlari madaniy hayoti. Mamlakatimiz tarixida ta'lim tizimining rivojlanishi uzoq tarixiy jarayon bo'lib, yozuvning paydo bo'lishi bilan bu jarayon yanada jadallashgan. Qadimgi tosh bitiklar, teri, sopol, yog'och va keyinchalik qog'ozlarga tushirilgan ma'lumotlar ta'lim tarixidan so'zlovchi manba hisoblanadi. Arxeologik topilmalar, qo'lyozmalar, behustun yozuvlari va boshqa yozuvlarning mavjudligi savdo aloqalari mazkur hududda ta'limning rivojlanganlik darajasini ko'rsatadi. Tariximizdan darak beruvchi eng qadimgi yozma manba Avestoda nafaqat diniy, balki dunyoviy bilimlar, tarixiy voqealar hamda ma'naviy ma'rifiy qarashlar haqidagi ma'lumotlar to'plangan. Xonalardan teriga va yog'ochga yozilgan turli mazmundagi hujjatlar hamda katta-kichik haykalchalar topilgan. Bu esa ibodatxonaga tutash binolarda ta'lim maskanlari, huquq idoralari, ma'muriy Qadimgi dunyo tarixida Xan quldorlik imperiyasi Xun qabilalarining hujumidan so'ng milodiy 3-asrda 3 ta davlatga parchalanib ketgan edi. Uning o'rnida tashkil topgan 3 ta mustaqil davlat Wei, Shu va U davlatlari esa ilk o'rta asrlarda Xitoy hududidagi dastlabki davlatlar bo'lgan va aynan shu paytdan, ya'ni 3-asrdan boshlab Xitoyda yerga egalik qilish munosabatlari ham shakllana boshlaydi. Demak, bugungi video darsimizda siz ilk o'rta asrlarda Xitoyning birlashuvi, Xitoy tarixidagi o'rta asr sulolalari, yer egaligi munosabatlari, Xitoy shaharlari, hunarmandchilik va savdo hamda Xitoy davlatining tashqi siyosati haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Xan quldorlik imperiyasi 3-asrda inqirozga uchrab, 3 ta davlatga bo'linib ketdi va shu tariqa Wei, Shu, U davlatlari vujudga keldi. Shu paytdan boshlab, ya'ni 3-asrdan Xitoyda yerga egalik qilish munosabatlari ham shakllana boshladi.